Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz har birimizga xayr barakatli bo'lsin. Mana Antyurumlarni bog'iga keldik. Mana bizga mana qilib tayyorlashib qo'ydi. Mana ko'rib turibsizlar. Nima bu deganlar uchun, guli urinmasligi uchun shunaqa narsalar qo'yib jo'natiladi. Bunisini ham ko'ramiz. Ko'ringlar, buni jonivorli gulini kattaligini. Mana qilib ajoyiblarni ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu ikkitaligi. Mana bu rangi boshqachasi. Mana bu yana ham kattasi, valayla degan sort ekan. Bu gusmaniyalar. Eng asosiysi Guanzhou bozori ham ancha yurib qolgan, savdolar mana qilib kelib ko'payib qolgan. Sababi bu yerda ham bayram munosabati bilan bu yerdagi narxlar nisbatan 1-2 yuanga narxlar o'zgargan. Bitta misol tariqasida aytishimiz mumkin. Hammaga mashhur bo'lgan lola sortimiz bor. Antyurumda lola sorti. Shular yo'q hozir bozor bo'yicha. Faqat ular zakasiga keltirilyapti ekan. Narxi ham taxminan 2 yuan atrofida qimmatlagan. Shuning uchun agar O'zbekistonda hozir kimda lola sortli Antyurum bo'lsa, qo'rqmasdan olaveringlar. Kuninglar xayrli o'tsin. Mana ko'ryapsizlar, keltirasa bo'lyapti. Guanzhou bozori ancha avj olgan. Salom. Signal chalishadi. Bular ham bizga o'xshaydi, signalni ko'p chaladi. Akaxon mana savdogar ekan. Xoruz qovun deyaptimi, nima deyapti tushunmadim. Kuninglar xayrli o'tsin. Mana bu ham yerda odam. Savdo ketyapti. Mana qilsa keyin bitta karobkani yetaklab ketaverar ekan bu yerda. Mana bu globallar esa mana shedlar mana qilib o'tiradi. Shed bo'lib o'tirib, kim nechta deb o'tiradi. Ish ham qilmaydi. Mana atrofdagilar sotuvchilar. Mana mopa sharbat sotyapti ekan. Qizlar bo'lsa gul olgani ketdi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz oldinda. Voy, shaqir shukurlar. Mana ko'ryapsizlar, hammasida savdo avjida. Ular donaga ham, optimga ham sotaveradi. Hech qaysinisi odam ajratmaydi, bemalol. Ko'ryapsizlar, aglandemalar. Diamond ismi, Grid ismi. Mana shunaqa qilib, ichkariga o'zlariga ofischa qilishib olgan. Ofischaning ichida kutib o'tiradi. Mana bu xohlasa keng gullarda ekib o'tiribdi. Mana limonlar, sovuqli narsalari bilan. Mana limonni mana qilib varigatnisini ham chiqarishib qo'ygan. Meni Xitoyga qiziqtirgan gullardan yana biri mana mana. Biyor gul deb qo'yadi, mana shu qavat-qavatligi, mahroviysi. Bizda bormi yo'qmi bilmayman. Agar biluvchilar bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Gusmaniyalar bor ekan, mana bunaqa gullarimiz bor ekan. Mana bu gulimiz bizda sotuvda hozir mavjud. Mana kratonlar ko'rishingiz mumkin. Archalar ham bor. Mana bu klionlarni qaranglar. Bu klionlar bargini to'kkandan keyin mana shu rangda qizil barg chiqaradi. Mana bunisi ko'k barglisi, bunisi qizil barglisi. Ular sovuqqa signalinglar. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda. Bu sovuqqa chidaydi. Mana bu ko'rsatilgan mevasi 3 oygacha turadi. Xitoy yangi yili uchun shu meva daraxtlardan foydalanadi. Qara ajoyibligini qarang. Bargi yo'q, lekin mevasi bor. Dongqing ekan. Ishqibozlar uchun kecha olmani qo'ydik, bu haqiqiymi deyishdi. Mana bu haqiqiy olma. Yesa bo'ladi. Hozir mana sizlarga bitta yeb ko'rsatib beraman. Mazasiga baho beramiz. Qarang. Bismillah. Mazasini ko'raylikchi, qanaqa olma ekan. Yaxshi. Endi taqir namatakka ilashgani uchun